masjidingizni, madrasangizni hisobini qilib olib boraman. Mana shu guvoh. Bu yoqda qozi domla, haylla domla, ayniqsa Davronjon hazratimiz ustozimiz guvoh. Shu Xorazmga shu ozgina bahona bo'lsa ham boraveraman. Nega? Muhabbatimdan. O'sha muhabbatni bugun sizga haqiqiy izhorini qilmoqchiman. Ya'ni qalban sizni yaxshi ko'rganligimni men niyat qilgan edim o'tgan borgan marosimlarda, madrasalarda bu Xorazmliklarni shunday yaxshi ko'raman, lekin men bularga nima qilib bera oldim deb o'ylab Xorazmda Alloh menga ilhom berdi. Bu yil hajga boraman inshaalloh. Shu Xorazmliklarga suhbatga borganimda o'sha Makkada turib, hozir Hazrat nima dedilar? Rasulullohning tug'ilgan shahri, Allohning muqaddas yeri, haramida turibmiz mana. Har bir amalimiz 100 ming ajr savob ketadi. Nafaqat namoz. Har bir amalimiz haram hududidamiz azizlar. Haram hududdamizki, namozimizga berilgan 100 ming, bir sadaqamizga 100 ming beradi. Hozir chiqing, biriga 1 riyol bering, 100 ming riyol. Biriga 1 dollar bering, 100 ming dollar bergan ajr savobga ega bo'lasiz. Biriga shunday tabassum qilib qo'ying birodaringiz yuziga, birodaringiz tabassumingizdan xursand bo'lsa, 100 ming tabassumni u kishiga hadya qilgan bo'lasiz. Mana shu yerlarning muqaddasligidan, mana bu savob va ajrlarning ko'pligini umid qilib, men buni Xorazmda niyat qilgan edim, lekin domlalarga aytmagan edim. Nima edi u? Bugun sizga inshaalloh tuhfam bor. Sizga bo'lgan muhabbatimni, mana sadoqatini, to'g'riligini sizga inshaalloh taolo ilindim va inshaalloh hozir mana ayollarimiz ham, hojilarimiz ham, hojiyalarimiz ham bir-birlariga yaqin ekanlar. Birinchi iltimosim bo'ladi. O'sha ayollarimiz taraflariga u yoqda mahramlari borlar o'tsinlar. Onangizdir, ahli ayolingizdir, juftingizdir, xolangizdir, ammangizdir, singlingizdir, ya'ni mahrami borlar o'sha yoqda tursin. Nega? Men sizga illayotgan, sizga sovg'a qilmoqchi bo'lgan inshaalloh bu tuhfa buyukdir. Ko'p emas, bitta yetadi. Nega desa, yo'q, hammaga fursat beradi. Bir kishi aynan onasi borib o'tsin, onasi borib, Malika bor. Maqsud u yoqda bor ekan. Siz onajonni chaqiring o'sha joyga. Siz o'sha yoqda turing. Mana to'xtang, bu yoqqa keling. Hammangiz ketib qolyapsizlar. Menga qarang. Yo'q, biroq hamma keling, bu yoqqa keling. To'xtab turing. Meni qarang. Sizga ilingan, sizga qarang. Qalban ilingan bir savobni, to'xfamni nima deya tushuning-da. Albatta pul bermoqchi emasman. Yoki boshqa narsa bermoqchi emasman. Sizga qarang. O'sha birodarning ismi kimda? Onasi bor, yo'qmi? Kim ismingiz, onangiz bor? Matiyaxunjon. Matiyaxunjon aka qarang. Siz hammangiz menga qarang. Bu yoqqa qarama, menga qarang. Gap menda. Qarang. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni tuhfalarini sizga ilinmoqdaman. Tashakkur. Rasulullohning bu so'zlari, Rasulullohning bir hadislarini sizga shajara qilib inshaalloh mana yelkalaringizni tutib hammangizga shu shajarasini shu joyda yozilib qolsin, mukofot bo'lsin, hajingizni inshaalloh qabul alomat bo'lsin deb hammangizga shu beradi. Yo'q, onalar yo'qqa tursin, onalar kelmasin. Tarq orqali o'tsin. Faqat siz tushunib oling, meni mana siz tushunib oling, keyin shundan topib ishni qila olasiz. Qarang. Men hozir duoda nima dedim? Duoda o'tirsinlar. Duoda nima dedim? Allahumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatika deb duo qildik. Buni kim musulmon borki farz namozdan keyin duo qiladi. Buni ma'nosini qarang. Ma'nosi nima? Allahumma a'inna deyapti. Allohim sen bizga yordam ber. Nimaga yordam ber? Seni zikr qilishligimizda, senga shukr qilishligimizda, senga go'zal ibodatlarni qilishligimizda sen bizga yordam ber deya duo qildik. Bu duoning tarixi bor azizlar. Bu duoning tarixi eshitib onaxonlar, bo'lmasa mahrum bo'lasiz bu xayrdan, barakadan. Bu duoning tarixi shunday. Bir kuni Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam ya Muaz dedilar, Hazrati Muazga. Hazrati Muaz sahobalarning albatta eng afzallaridan. Hatto Rasululloh alayhissalatu vassalam bu kishiga birinchidan inni uhibbuka ya Muaz. Inni uhibbuka fillah lillah. O kama qala alayhissalatu vassalam. Qasam ichib aytdilarki, ey Muaz, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman dedilar. Qasam ichib. Endi bu muhabbatni tasdig'ini Rasululloh bizga ko'rsatdilar. Aytdilarki, qarang, yelkalarini tutib, mana qo'limga qarang. Yelkalarini
Payg'ambar alayhissalom muborak qo'llari bilan ushlabdilar yoki Rasululloh muborak qo'llarini Hazrati Muazning yelkalariga qo'ydilar deydi. Ko'rdingizmi? Yana ayting, kim oramizda 33 yoshlik bor? 33 yoshlik kim? Ha? Bu yoq keling. Keling. Siz 33 yoshmisiz? Keling, keling. Qarang. Mana insonni ko'ringda 33 yoshda endi shaklini bir eslang. Shu 33 yosh. Alloh ilohim keling ko'rma qilmagan. Hazrati Muaz bo'lasiz. Qarang shu 33 yosh ekan. Bilasizmi? Hazrati Muaz 33 yoshda o'tib ketganlar. Alloh umringizga baraka bersin. Lekin 33 yoshda o'tsa ham Hazrati Muazni Rasululloh aytadilar. Qiyomat kunida mahsharda odamlar tirillar ekan, ulamolarni alohida jamoati bo'ladi. Ulamolarni avvalida bir saf oldin turib, butun ulamolarni imomi bo'lib Muaz tiriladi dedilar. Ya'ni Buxoriy bo'lsin, o'sha Zamaxshariylar bo'lsin, Xorazmiylar, Imom Muslim, Imom Abu Hanifa, Imom Shofiy, Malik, dunyodagi kim imom bor? Hamma imom Hazrati Muazning orqasida turar ekan. Hazrati Muaz shunday oldida turar ekan. Ya'ni 33 yosh, ya'ni yigit butun imomlarni imomi bo'lib qiyomatda tirilar ekan. Allohga shunday maqom bo'lar ekan Hazrati Muazning. Endi o'tiraverasiz. Hazrati Muaz demak 33 yoshga o'tib ketdilar. Lekin Rasululloh juda ham yaxshi ko'rganlardan aytadilarki, Rasululloh bir kun menga aytdilar: "Ey Muaz, inni uhibbuka fillah." Qarang, qasam ichib aytganlar. Allohga qasamki, bo'lmasa Rasululloh men sizni yaxshi ko'raman desa kifoya. Shu darajada Muaz buni bilsinlar degan ma'noda Allohga qasam, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman dedilar. Va qarang, bu yaxshi ko'rganliklarini isbotini shunday o'rgatdilar. Shunday bildirdilar. Qo'llarini muborak qo'llarini Hazrati Muazning yelkalariga qo'yib, lekin dedilar, har farz namozidan keyin mana shu duoni har doim ayting, hech ham tark qilmang. Qaysi duo ekan? Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatika. Allohim sen bizga yordam qil. Seni zikr qilib, senga shukr qilib, senga go'zal ibodatlarni qilishligimizda sen bizga nusrat ber, yordam ber degan duoni har farzdan keyin o'qing dedilar. Shuning uchun biz o'qiyapmiz ekan. Hozir men o'qidim-ku. Xorazm imomlar o'qiydimi shuni? Butun dunyodagi imomlar o'qiydi. Ya'ni musulmon inson farz namozini o'qib bo'lgandan keyin, astag'firullohdan keyin har biri Allohumma a'inna yoki Allohumma a'inni deb ala zikrika va shukrika va husni ibadatika deb duo qiladi. Bu demak payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning aynan Hazrati Muazga o'rgatgan duolari ekan. Biz o'sha tarixdan boshlab qarab butun musulmonlar aytib kelyapti ekan. Endi Allohga shukrlar bo'lsinki, Misrda ko'p yil o'qiganligimni barakotidan men buni Misr ulamolaridan, aynan muhaddis ulamolaridan mana shu shaklda olganman. Ya'ni ustozlarimdan Hazrati Sheyx Abdul Muiz janoblari biz bir jamoat bo'lib turganimizda ko'p talab ilmlar bor edi. O'shalarning ichida aynan meni yelkamga muborak qo'llarini qo'yib, hayit kuni edi. Men bugun siz talabalarga hayitlik bermoqchiman dedilar. Hayitlik bering shayx deb biz pul deya tushundik. U kishi aytdiki, yo'q, puldan ham bebaho bo'lgan Rasululloh alayhissalatu vassalomning tuhfalari deya qabul qiling. Bir hadis-i sharifni sizga silsilasini, shajarasini beraman. Mana men Shayx Alini mana yelkalariga qo'limni qo'ydim dedilar. Shayx Ali yoningizdagi Kozim to'raga qo'ying dedilar. Hammalaringiz bir-biringizni shunday tuting dedilar. Mana keyin mana shu duoni bizga baralla ayttirdilar. Endi biz u yoqda onasi borgan Mat Yoqubjonga aytamizki, sizlar bu yoqda Mat Yoqubjonni ushlang. Bir-biringizni, ya'ni Mat Yoqubjon onasini yelkalarini tutadi, onalari u yoqdagi ayollarni yelkalarini tutib, bu shajara shunda bir-biringizga uradi. Uni ulanadi va bir-biringizga nima bo'ladi? Bog'lanadi. Demak, Mat Yoqubjon o'sha onalar tarafda shu burchakda o'tiring, onangiz yoningizga kelsinlar, yo'q yo'qolmaymiz. Onangiz yoninglaringizga kelsinlar, onangizni endi qarang. Onangiz siz yelkalarini tutdingiz-ku, onangiz bo'lsa qo'llari bilan yonlaridagi bir hojonani, hojonalar yonlaridagi mana Mat Yoqubjon ko'rib olib, bu yoqqa qarang, Mat Yoqubjon. Mana unaqa qilamiz. Mana men domlamni mana yelkalariga qo'yib qo'ydim. Mana shunday turamiz. Siz keling domlam yoniga. Domlam yoniga siz keling. Siz domlam qo'ying yelkalariga. Qo'lingizni qo'ying domlam. Siz qo'ying siz. Mana siz to'ramni yelkalariga qo'ying. Mana to'ram ular yoniga. Mana shunday qo'yinglar. Mat Yoqubjon bildingizmi?
Endi siz onangizni yelkasiga, chunki mahram bo'lish kerak. Nomahramga tegmaymiz. Onamizni qo'llari narigi hojiyalar narigi hojiyalarga bir-biriga mana shunday ulanadi. Qani hamma ulandimi? Ulaning. Silsilaga ulaning. Bu shajara Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qarang aynan Bo'ldimi ushladimi? Hamma ushladimi? Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni qarang. Bo'ldi eshitamiz endi. Eshitamiz. Qarang. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni Hazrati Muazga o'rgatgan duolari, hadislari. Biz bugun buni inshaalloh hajga kelganligimiz uchun mana bu muborak muqaddas yerlarda bu hadisni silsilasini inshaalloh qabul qilyapmiz. Nima qilamiz? Mana men tutdim. Qarang, meni tepamda Hazrati Abdulmuizning tepasida ustozlari bo'lib san'at boradi u yoqqa. Hazrati Imom Buxoriy ham bor bunda. Chunki buni raviy qilib rivoyat qilganda Hazrati Buxoriylardan o'tib tobiinlar, sahobalar Hazrati Muaz ibn Jabalga boradi. Muaz ibn Jabaldan Rasulullohgacha boradi. Ya'ni bugun siz Xorazmiylarni eshitdik. Bitta hadisdan bo'lsa ham Rasulullohga inshaalloh silsilangiz, shajarangiz bitta hadisdan bo'lsa ham bog'lanadi. Buni ham har kuni 5 mahal aytadigan duoda hadisda bog'lanadi. Endi men aytaman, orqamdan hammangiz baralla qaytarasiz. Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Bu endi jamoat haqida edi, jamoatmizda biz. Lekin Rasululloh o'rgatganlarda Hazrati Muazning o'zlari bo'lganlar, endi bir kishi aytadigan duoni ham qaytaramiz. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatika. Amin ya robbil alamin. O'zing shohidsan. Mana Makka mukarramalarda, haramda o'zingning bilan Ka'ba muazzamalar bor bu muqaddas yerlarda. Bizgacha Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomdan yetib kelgan shu muborak hadis, balkim butun jahon musulmonlari, ahli qibla har farzlardan keyin aytadigan duoni Allohim o'zing shohidsan. O'zing shohidsan. Men bugun qadrdonlarim, Xorazmlik hoji otalar, hoji onalar, hamma hojilarimizga yetkazdim. Alloh qabul aylasin. Ularning ham bugungi kunda dindagi sadoqati, ilmga bo'lgan muhabbati ilohim barcha mukofotlari o'laroq bularning ham nasllaridan hadisshunos ulamolar, Hazrat Imom Buxoriylar kabi, o'tgan Zamaxshariylar ulamolar kabi ulamolarni Allohim bularni hammalarini naslidan to ro'zi qiyomatgacha bardavom aylasin. Alloh bu ilmni bizga silsila bilan yetkazgan o'tgan ulamolarimizni g'ani rahmatinga olgin. Allohim hojilarimizni hajlarini muyassar aylab, har birlariga ilohim hajji mabrurni o'zing ato ayla. Allohu akbar. Endi bitta iltimosim bo'ladi. Siz vatanga sog' solim qaytganingizdan keyin uyingizda mana nechta farzandingiz bor sizning? 3 ta, 2 kishi, 4 ta, 2 kishi. Maşallah. Hammangiz borib ahli ayolingizga, birinchi kelmaganlarga qo'lingizni shunday qo'yasiz. Tushundingizmi? Bolalaringiz bir-birini shunday tutsin. Siz buni omonatan ahli baytingizga yetkazing. Shunda ular har duo aytganlarida, har namoz o'qiydilarki, farzlardan keyin shu duolarni aytganda ajri savobi bizga va bizdan o'tib ustozlarimizga yetib turadi. Va uyingizga baraka keladi. Ahli oilangizda Rasululloh alayhissalatu vassalomning bitta hadis shariflarda bo'lsa ham sanadingiz, shajarangiz bo'ladi. Alloh o'zi qabul aylasin. Amin. Rahmat.